Sizdan keyin men o'zim shundan boshlaganman. Va endi mana oldindan men unaqa kasalga ham boshqaga ham hech yashirmayman. Men umuman meni mutaxassisligim boshqa bo'lgan. Men doktor bo'lmaganman. Tabobat degani bir hali o'simliklardan bir ularda qaynatib berib davolash emas. Tabobat oldin meditsinani bilmagan odam tabobatda odam davolanmaydi. Oldin organizmni o'rganish kerak hammasini. Mana bizga keladigan bemorlarda 80% ruhiyatdan ketgan. Ruhiyatdan. Chunki bu tuya siyligi bilan davolaydi, odamlarga tuya siyligi ichkizadi degan savollar ham ko'p tushadi-da. Endi sizga mutaxassis sifatida savolim, hamma kasalga buyuriladimi bu yo kayfiyatini tushunib bo'ldi, bu kasal bilan sen umringni oxirigacha bu virus seni yeydi, uzoq yashamaysan, sen mana o'lasan, boshqa gapni shunday betiga gapirdi. Choli ko'rmaysan bo'lmaydi degandek ichida noto'g'ri tushunchalar beradiganlar bor-da, o'zi haqiqiy bu misol gepatit B, S'larga aql etmaydigan, bu kasal nimaligini bilmaydigan ayrim o'sha vrachlar shunaqa kasallarimizni yomon nimaga stressga tushirib qo'yapti. Chunki uni miyasida endi tuzalaman degan fikr tugadi unda. Endi u nimani endi u dunyoni o'limga qarab turibdi, qachon o'larkanman. Endi men yo'q-yo'q nima olib ketaman. Men ketsam olib ketolmayman. Menga juda katta yordam qildi. Men xursandman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Siz yaxshimisizlar? Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Assalomu Assalomu alaykum. alaykum. Kimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Yaxshi keldingizmi? O'tiribsizlarmi? Ancha yoshayib ketibsiz-ku, yangi uylarda. Kelib turmasangiz bo'lmaydi, ba'zan siz so'rashaverib qo'yishmayapti. Amin. Hamisha sog' salomatlikda, yaxshi kunlarda to'ylar qilinglar Xudoya. Amin. Ammo hech kim mendaqa bo'lmasa bo'ldi. Amin. Hammalari sog' salomat. Amin. Avvalgizni ham tanjoni sog' bo'lsin, topganiga baraka bersin. Hammalarini tanjonlari sog' bo'lib, topganlariga baraka bersin. Allohim. Xush kelibsiz. Ojola siz nihoyatda bu rizqingiz ulug', mana shu qancha kelgan odam birinchi sizni so'raydi. Xursand bo'ling bunga. Hech unaqa ko'nglingizni cho'ktirib xafa bo'lmang. Mana misol endi qancha misol bu hayotda har xil odamlar ko'p. Lekin sizni kim kelsa sizni so'raydi-da. Men aytaman endi Xudo taolo sizni shuncha aziz qilib qo'ygani uchun mana shunaqa mana odamlarda bir sizga intilishi, sizga shunaqa mehribonchiligi kuchlikda. Kim kelsa yo olib boring deydi, yo ko'rsating deydi. Bu kelganingiz yaxshi bo'pti mana. Hozir yana sizni qancha kutayotganlar bor. Nima kayfiyatni buzyapsiz? Yo'q. Mana bunaqa o'g'illaringiz bor mana. Mana men doim aytganman, mana shu qachon zerikib qolsangiz, bu kelgan bo'lsa, darrov keling. Doim sizga eshik ochiq, 3-4 kun turib, damni olib, jali mana bizni zavqimizni ma'zur qo'yib 3 kun turasizmi, 2 kunmi, 1 kunmi kelib yotib, alanib bular ko'rib ketavering. Kamchiliklar yo'qmi, yaxshimi hamma yo'qlar? Ha, yaxshi. Yangi uylar. Yaxshi. Hamma yo'q. Bular va'dalashgan ekan. Hali Qozog'istonlik Hakima xola bilan. Mayda birga kelib yotamiz-da. Bu kishim aprelda kelib yotyaptilar. O'shanga u Qozog'istonlik xola ba'zi kuniga moslab mayga yetib kelgan ekan. O'shanga bir kunga borsa ham borib, Qo'shtog'iga tashakkurlarim bor aytib, Hakimaxon bilan ko'rishib, chicha miyani chalg'itib aylanib kelaman. Ko'rishmasangiz bo'lmaydi. Hakim opa endi bunaqa bir tillo inson yo'q. Masjidga mana 3-4 marta, 5 marta keldi, endi nihoyatda ko'ngli ochiq. O'shaning uchun
shu ayolga ham Xudo taolo shifo berdi. Birinchi kelganda nihoyatda og'ir xastalar bilan zo'r eshikdagi kelib olgan edi. Mana hozir hammaga shifo bersin. hozir shu ayolning orqasidan qancha odamlar kelib shifolanib, davolanib ketdi. Shuni ko'rib. Qasdan bu Valetdan kelmayapti, u Qozog'istondan kelyapti bu. Lekin qoyil qolmaslik ilojisi yo'q-da. Qoyil qolmaslik. Ikkita hassa bilan yurgan. O'ziga qoyil qoladi-da, mana Xudo shifo berganiga. Men ham bitta ishtonim bor edi. Hayitda ertasiga qilaman. Hayit kuni qo'y so'ysa, quvonib qilyapman. Endi men yorug' dunyoda nima olib ketaman? Men hech nima olib ketolmayman. Endi hammamiz ham shuda, hammamiz ham. Shu ehson qilyapmiz, mana ehsonlarda shu ishlarimiz bor. Bu dunyo endi shunaqa endi, bu dunyo hammadan qoladi. Ertasiga, hayitda ertasiga xatiman. Ataylab aytgani kirdim. Ataylab boramiz. Avazbek, siz Ataylab soatini aytib qo'yadi, ataylab o'sha boramiz o'shanga. men soatini Dilmurodga aytaman. Hali kecha nimada biz o'zi bilan havo isib ketdi, kun isib ketdi, to'palam bo'lib ketib, yana endi davolab yaxshiladik, olib borganimizdan keyin og'rib qolmaydi deb biz to'palam qilmadik. Endi o'sha mana hayitda qilsangiz ehson mana qurbonlik bu endi savobini endi mendan qancha ulug'ligini o'zingiz yaxshi bilasiz. Ehsonga Xudo xolasa boramiz. Avazbek ham borsin. Boraman Avazbekga ham Xudo xolasa. Ali bog'boniz ham borsin. Hadi bobozga borish kerak, bobon. Yo'q, keldim, yugurib keladi-da. Yaxshi bola. Nihoyatda kirib. Voy, yana keldi. Bir kun o'tib ketayotgan ekan, men eshikdan chiqib qoldim. O, yerdan qaytib keldi. Men tanimayman. Yana keldingizmi deydi. Oldimga keldi o'sha bola. Keldim dedim. Endi Xudoga shukr qilamiz mana. Hamma xodimlarimiz ham yaxshi. Bizda yomoni yo'q. Qizlarimiz ham yaxshi. Hamma kelganlar havas qilib duo qilib ketishyapti. Ilohim hammalarining duolari ijobat bo'lsin, ilohim. Mana hammasi xabar olishib davolashib turadi. Ilohim salomat bo'ling. Avazbek juda katta yordam qildi. Men xursandman. Yig'lamang. Xursandchilik-ku. Yig'lamang. Endi xursandchilikdan-da endi. Yig'lashga haqqi yo'q. Bir haftada bir kelib ketib turavering. Bo'pti. Men aytdim, zerikib bo'y, yotmasangiz ham zerikib qolsangiz, birga kelsangiz, kechqurun ketaman. Ertaman kelganda olib kelasiz, kechqurun bunday gaplashib, ko'pchilik sizni sog'inyapti. Ko'rib yana ketaverasiz. Kelgan shu orada fursat bo'lganda bitta narsani aytib qo'yay, Xo'sh tog'a. Men ko'rasiz, ko'p primoy jonli efir ochaman. Sarbon shifo sog'lomlashtirish va dam olish maskani haqida kunda gapiraman. Ko'pchilik menga murojaat qiladi, doktor meni nima qilay, doktor meni nima qilay. Men har bir efirimda aytaman, doktor basman, men tabib basman, men da'vogarlik qilmayman deyman. Men har safar ko'rsataman, suratda bir insonning suratini ko'rsataman. Bu yerda Sarbon shifoni sog'lomlashtirish va dam olish maskanining mana asoschisi, mana rahbari, O'zbekiston Xalq tabobat akademiyasi a'zosi, O'zbekiston Respublikasi do'stlik ordeni sohibi mana Odil Hojihamidov. Hoji tog'am, mana shu inson har bitta mana shu kelayotgan bemorlarni shu yerda qabul qiladilar, xulosani beradilar. Bu Hoji tog'amning xulosasidan keyin bu yerda davolanish boshlanadi. Biz bu yerda bo'layotgan jarayon, natijalar, yutuqlarni xalqqa yoritib, kelinglar, qiynalmanglar, mana shu yerda oson davo topinglar deb yoritib beruvchi insonmiz. O'shaning uchun ana ko'pchilik kamdan kam holatda men Hoji tog'amni ko'rsataman, chunki chiqib video qilib gapirgan vaqtlari yo'q. Bu yerda bemorlar bilan bo'ladi, kunda qabulda bo'ladi, charchaydilar. O'shaning uchun kunda video qilaman, hali yangi kuzatayotganlar o'ylaydi, meni doktor, meni davolaydi deb o'ylab, o'zingiz ham ko'rasiz, doktor buni nima qilsak bo'ladi deydi. O'shaning uchun qanaqangi savol-javoblar bo'lsa, savollar bo'lsa, to'liq ma'lumot mana shu bu O'zbekistonda yagona hisoblangan tuya suti bilan davolanadigan Sarbon shifo sog'lomlashtirish va dam olish. O'zbekistonda yagona deganimi boisini isboti, biz meditsina bilan chambarchas birga bog'liqlikda ishlaymiz.
O'shaning uchun ham O'zbekistonda yagona deb aytamiz. Mana ekranlardagi telefon raqamlar, agar biz bemorlar ko'rib turgan bo'lsa, mana shu telefon raqamlar Sarbon shifoga tegishli raqamlar. Kimga qanaqa savollar bo'lsa, to'liqroq ma'lumot olish uchun telefon qilinglar. Agar uzoqlarda turib tekshiruvni bilmoqchi, tekshirtirmoqchi bo'lgan insonlar bo'lsa, Telegram, WhatsApplar va shu telefon raqamlarida ishlab turibdi. Bemalol jo'natinglar. Onlayn maslahatlarimiz mutlaqo bepul. Mana shu xalq uchun mana shu inson mana 70 dan o'tgan bo'lsa ham erinmasdan mana bir kunda 10 ta tekshiruv kelsa bizga Hoshto'g'a deb vaqtini olib kiramiz. Buni ko'rib bering, tekshirib chiqadilar, javobda aytadilar, biz yetkazamiz. Ana shu xizmatlarimiz hammasi mutlaqo onlayn bepul bo'ladi. Endi ma'lumot uchun aytib o'tyapman. Mana hozir shu bir yil 2 yillarda bir ayol Tojikistondan kelardi. Juda yaxshi bo'lib ketib, endi bir taqdir taqozosi bilan hozir Saudiya Arabistonda, Makka va Madinada yashayapti. Shu hozir bugun keldi shu qiz. Mana shu nimani obzam suvini olib kelibdi o'sha yerda. Mana shuni hozir shuni quyib, xudo xolasa bir haqiqiy obzamni o'sha bulog'idan chiqqan suv. Qaynab turgan joy. Shodan tavarruk qilib olib kelibdi mana. Lekin bu bir paytlar bu nimalarda xatmi Qur'on qilinayotganda obzam suvlariga yetar kunlar bormikan degan bunaqa nimalar eshitilardi, o'zbekcha qilib eshitilardi. Mana Xudo taolo hammamizni mana obzam suvlariga yetkazdi mana. yana qayta iloyim yetkazsin. Bo'ldim hammalaringga. Mana sizniki mana kelganingiz nima qilasiz? Iloyim hammamizni qayta yana shu aziz joylarga, Makka va Madinalarga borish hamma nasib qilsin. Bormaganlarni ham Iloh hammalarini nasibini qo'shsin. Mana hatta qancha qizlarimiz kecha-yu kunduz mana xizmat qilishadi. Mana baxti gullar mana 24 soat ishlaydi. Mana qizlar hammasi, hamma kelganlar mana po'rlarimizni xizmatlaridan nihoyatda hamma shu mamnun o'qanlarni, shirin o'qanlar qilyapti. Shu mana ko'pchilikning doim duosi ijobat bo'lsin. Ular qatorida biz ham hammalardan shu rozimiz va duo qilamiz. Hammasi baxtli, saodatli bo'lib, onlarga bosh bo'lsin. Siz ham umringiz uzoq bo'lsin, rizqingiz ulug' bo'lsin. Doim hammamiz shu qatorimizdan xato qilmasin. Ilohim sizlarni ham azizlar yetkazsin shu kunlarga. O'sha yerlarda borib qaynab turgan buloqlardan olib ichishlik nasib qilsin. Endi hozir aniq bitta savol tushadi. Sarbon shifo o'zi qanday kasalliklarda davolaydi deydi. Tabiiy usulda hech qanaqangi dori ukollarsiz tabiiy tuya suti bilan qanday darajada mana ko'rib kelyapsizlar. Biz 6 yildan beri yoritib ketayotgan bo'lsak, hozirgi biz mana tashqarida ko'rsatgan tojikistonlik hoji onamiz juda og'ir holatda kelganlar. Juda ham og'ir holatda kelgan. Endi avvalo Xudo shu insonni sabab qilgan ekan, juda ko'plab insonlar mana shu dargohdan o'z dardlariga shifo topib chiqib ketyapti. Endi ma'lumot uchun yana bir narsani aytib o'taman, qanday kasalliklar bu yerda davolanadi. Bizi Sarbon shifo sog'lomlashtirish va dam olish maskanida tabiiy tuya suti bilan jigar xastaliklari, gepatitda B, C, D turlari. Mana shu insonda oldida aytyapman, yolg'on gap yo'q. Gepatitda B, C, D turlari, jigar sirrozlari, sahrli diabetlar, allergik kasalliklar, oshqozon ichak kasalliklari, buyrak xastaliklari, yurak qon tomir kasalliklari, asab kasalliklari, bronxit, bronxial astma kasallari, onkologik kasallar. Bu ro'yxat hali juda ko'p. Biz hali bilmagan kasalliklarga shu yerda davo topganlarni ko'rdik. Ko'pchilik keladi jigarim bilan deb kelib, ko'rdik mana oddiy Qozog'istonlik hojona suvaklari mo'rtada sinib ketadi. Hozir Hassan tashab biz tirik guvohmizda bu narsaga. O'zi unga kelgan suvakka, lekin bronxiti ham yo'qolib ketdi deyapti. Chiqib aytadi. Endi o'shanga hoji tog'a bizdan ko'ra siz mutaxassislar
qisqacha sut haqida ozgina bizni obunachilarga ma'lumot bersangiz. Bu albatta qiziq juda ko'pchilikka. O'zingizdan eshitganim va boshqa. Endi mana har safar nima qilganingizda, shu video qilganingizda nimaga chiqyapsiz? Hammasini gapirib o'tyapsiz. Bu tuya sutini to'g'risida juda ham endi ma'lumotlar ortiqcha. Buni 1-2 soat, 3 soat o'tirib gapirib ham tugatib bo'lmaydi. Endi bu tuya sutini tarkibidagi minerallarni mana oqsil, albumin, temir, rux, yana bir borinki 20 xildan ortiq mikroelementlar bor mana. Hammasini ko'rsatib tushuntiryapmiz. Shu birinchi navbatda bu odamni immuniteti, odamning immuniteti yaxshi bo'lsa, hamma kasalliklarni shu davolab olishga quvvati yetadi. Birinchi navbatda immunitet. Bu birinchi immunitetni ko'taradi. Immunitet ko'targandan keyin endi mana misol jigar xastaliklarida asosan oqsil, albumin yetishmovchilik bo'ladi. Bu tarkibida birinchi navbatda tabiiy. Bitta albuminda ximikatini olinyapti, u vaqtinchalik. U falon pul turadi. Lekin bu sut tarkibida haqiqiy organizm o'zi so'rib oladigan albuminlar bor. Shuning uchun 3 kun 4 kunda o'zi bu natijasini ko'rsatyapti. Endi mana shu bu rosa endi mana kelib chiqishning tarixi kuchli. Tarixi mana Ibn Sino shu tabobatda shunaqa deganki, odam zotni kasalni, bemorni ruhiyatini davolamasdan turib, u kasalni davolashga harakat qilmagin degan. Birinchi ruhiyat davolash kerak. Mana bizga kelayotgan bemorlarni 80% ruhiyatdan ketgan. Ruhiyatdan. Chunki hamma bir shifokorlarda bir hali sholi ko'rmaysi bo'lmaydi degandek ichida noto'g'ri tushunchalar beradiganlar bor-da, o'zi haqiqiy bu misol gepatit B, S'larga o'sha aql etmaydigan, bu kasal nimaligini bilmaydigan ayrim o'sha vrachlar shunaqa kasallarimizni yomon nimaga stressga tushirib qo'yapti. Kayfiyatini tushirib, bo'ldi bu kasal bilan sen umringni oxirigacha bu virus seni yeydi, sen uzoq yashamaysan, sen mana o'lasan, boshqa degan gapni shunday betiga gapiryapti. Endi buni eshitgandan keyin bu kasal endi bilan immunitet ketdi. U odamda immunitet qolmadi umuman. Uni 20 ta, 50 ta, 100 ta ko'l qiling, u tuzalmaydi. Chunki uni miyasida endi tuzalaman degan fikr tugadi unda. Endi u nimani endi u dunyoni o'limga qarab turibdi, qachon o'larkinman deb. Shuning uchun mana misol bizni ko'rib turgan, eshitib turgan shu haligi mutaxassislar bo'lsa, shu odamni o'ylab gapirish kerak. Bu odamning umri qanchaligini Xudo taolo o'zi belgilab qo'ygan. Hech kim uni sen mana kasaldan uni kuni o'lasan demaydi. U balkim o'zi undan oldin o'ladi. Endi qo'pol bo'lsa ham endi hech kim mana buni ko'ryapti shunaqalarni. Mana bitta misol. Mana nechtasini shunaqa qilib. Mana shu birinchi nima eshitib turgan bo'lsa mutaxassislar ham shu gapni gapirmasi kerak. Bu mana misol meditsinada endi haqiqatan ham ichi tuzalishi jiddiyroq. Chunki u jigar kasal bo'lgandan keyin ko'p ximikatni yoqtirmaydi. Endi Xudo taolo tomonidan shuni bir mo'jiza qilib berilgan ekan. Mana biz buni o'rganib chiqdik, hamma yo'g'ini qanaqa qilib ichish kerak, qachon ichish kerak, sutini qachon berish kerak, qatig'ini qachon berish kerak. Biz o'sha 24 soat davomida nazoratda turib, bu yerda qon bosimini o'lchaymiz, uni ichki organizmdagi hazm bo'lish sistemasini, hazm bo'lyaptimi, bo'lmayaptimi, o'sha 3 mahal sut beradigan bo'lsak, o'shanga yarasha hazm qiladigan ovqatlarni beryapmiz. Mana hammasi shifo topib ketyapti. Mana hozir 10 yildir aqida kelib jigar peresatga nimaga Hindistonga borib almashtirmasak bo'lmaydi deb yig'lab kelganlar bor. Tuzalib mana tuzalib ketgancha har 10 yildan beri Rossiyada shular ishlab yuribdi. Hozirgacha telefon qilishadi.
Mana bundan tashqari o'zimizda kelayotganlar ham iloyim mana hamma kim kelib shu yerda davolangan bo'lsa, Xudo taolo bundan bag'agan Xudo shifo berib, hammasini umrizo bo'lsin, psixolog bo'lsin. Lekin mana bizni ko'rib turgan bo'lsa ham, bu kasalni oldini olish kerak. Oldini olsa yashayveradi, 100 yil yashaydi. 100 yil yashaydi. Faqat birinchi buni ruhiyatini tushirmasdan mana yashayapti. Mana men o'zim mana hozir 10 yil, 15 yil bo'lyapti. Shu gepatit C bilan og'riganman. Shu o'zim yerda davolaganman. Mana bu ishni boshlashimiz sababi ham shu mana. O'shandan boshlanganda, sizdan keyin. Men o'zim shundan boshlaganman. Va endi mana oldindan men unaqa kasalga ham boshqaga ham ishlarni yashirmayman. Men meni mutaxassisligim boshqa bo'lgan. Men doktor bo'lmaganman. Lekin doktor bo'lmaganman-ku, o'sha boshqa institutda o'qib yurgan paytimda ham shu meditsina bilan shug'ullanardim. Meni lekin bunday shabalaqli diplomim bo'lmagan, lekin men aqlimda faqat odam davolash bo'lgan. Men ota-onalarimni o'sha qancha kasal bemorlar bo'lgan, shu onam rahmatlik sen tabib bo'lasan deb o'sha 30 yil oldin menga aytgan. Chunki o'zim davolarimda hamma dorilarni olib kelib o'qib shu davolab yurardim. O'shanda mana Parijdan omid borgan ekan. Mana hozir o'qib o'rganib tabobatni ichiga kirib, endi tabobatni bitta o'zi nima? Tabobat degani bu bir hali o'simliklardan bir narsa qaynatib berib davolash emas. Tabobat oldin meditsinani bilmagan odam tabobatda odam davolanmaydi. Oldin organizmni o'rganish kerak hammasini. Qatida nima kasallik ketyapti, nima bo'lyapti? Buni odamni organizmi o'rganmasdan turib bu tabib bo'lolmaydi hech qachon. Keyin o'sha kasallik uchun nima dori bo'lyapti? Uni biz mana tajribada ko'rib turib davolayapmiz-da. Birinchi tajriba o'zim bo'lganman, hamma misol yurak, yetishmovchilik, jigarda, oshqozonda kasalliklar yozib bo'lgan, hamma gastrit, hamma boshimdan o'tib nima bilan davolanganmiz. Endi shu kelgan odamlarni birinchi navbatda shu ruhiyatini yaxshilab turib, keyin davolayapmiz. Mana Xudoga shukr, zo'r natija bilan ketishyapti. Shuning uchun mana bizni kuzatib turgan bemorlar bo'lsa ham bir kun ham kechiktirmaslik kerak. Bir kun oldin olib kelsa ham biz xursandmiz. Sonra ba'zi birlari bo'pti deb eshitib qo'yib, 10 kundan keyin boraman, u bo'lmaydi. 10 kundan keyin u xonada suv to'plagan bo'lsa yana 10 litr qo'shiladi. Har bir kuni minusga ishlaydi. Har bir minusga ketadi. Shuning uchun mana kelsa qo'limizdan yeganicha. Mana shu boshqa bir haligi giyoh nima qilib bermayapmiz. Faqat shuni o'rganib chiqdik. Buni mana o'sha Arabistonda ilmiy tekshirish institutlari buni o'rganib, qaysi kasalga nima doriligini aniqlab bergan. O'sha qo'llamalar bilan biz shuni davom ettiryapmiz. Demak, Ibn Sino, avval Ibn Sino, ya'ni tib qonunlarini asoschisi Ibn Sino yashab o'tganiga 983-yil, 980-yillarga to'g'ri keladigan bo'lsa, 980-yildan buyog'iga mana tabobat olamiga yozib qoldirgan narsalarini foydalanayotgan bo'lsa, bu tuya suti 1,5 ming yil oldin. Demak, Ibn Sinodan ham oldin bu tasdiqlanib, kelayotgan narsa bo'lganda. Endi u paytda meditsina bo'lmagan, boshqa bo'lmagan, mana siz mana doim tushuntirib boryapmiz. Shu tuya sutini shu payg'ambarimiz Makkadan Madinaga hijrat qilib borganda shu aholi kasal bo'lgan. Shunda endi biz nima qilamiz endi? Muhammad san deb keldik. Kasal bo'lib qoladi degandan keyin tuya bolalariga tuya keltiringlar, tuyani sutini ichinglar degan. Mana shu bilan aholi hammasi tuzalgan. Undan keyin og'ir misol 80% tuzalgan bo'lsa, 20% og'ir o'limga mahkum qilingan kasallar bo'lgan. Ular mana bizda hozir o'sma kasallar, saraton kasallar, tuzalmagan kasallar bo'lganda. Endi bularni nima qilamiz endi? Bular sut ichishdi 20 kun. Ular ham. Lekin bular tuzalmadi. Ular yotibdi. O'zgarish natija bulardaqa bo'lmadi degandan keyin endi bularga o'sha yosh qochmagan osh yo'ladi bavulini, sezgi qo'shib beringlar degan.
keyin uni qilishgan 21 kun davomida uni qo'yib qo'ygandan keyin 21 kun davomida haligi qolgan kasallardan bironta halok bo'lmagan, o'lmagan, hammasi oyoqqa turgan. Hammasi oyoqqa turgan. Keyin nima deyilyapti? O'z xohishlari bilan deyapti ular. Ya'ni oyoqqa turdi, ancha o'zini sezib yuradigan bo'ldi. Endi o'z xohishlari yana 2 oy davom ettirdi deyapti. Cho'zdirdi. Ha, yana 21 kun ichgandan keyin endi buni hech kim ma'zur qilmayapti, endi yaxshi bo'lyapti. Endi o'z xohishlari bilan 2 oy davom ettirdi deyapti. Biz nima qilyapmiz? Biz ham shu mana 21 kun bu yerda shunaqa jiddiyroq bo'lsa, endi misol yengilroq 10 kunda tuzalib ketyapti. Jiddiyroq bo'lsa 21 kun yoting deyapmiz. 21 kun yotgandan keyin lekin tanlov o'zida. Ha, o'zida bo'layotgan o'zgarishsiz. Endi o'zida biz ko'rsatib qo'yapmiz natijani. Biz ham taxmin qilmayapmiz-da, mana kelyapti, o'ziga tushiryapmiz. Yana 10 kundan keyin natijani ko'rsatyapmiz. 20 kun yotadigan bo'lsa, yana 20 kundan keyin yana natijani ko'rsatyapmiz. Qon tahlillarini, o'sha jigarli fermentlarini hammasini tekshirib ko'rsatyapmiz. O'shanga qarab turib, mana keyingi qachon kelishini, qachon davolanishini hammasini tavsiya qilib beryapmiz. Keyin yana bitta savol, og'zingizda oydinlik kiritib olay. Bilasiz, ko'p asabiylashaman efirlarda negativlar. Har joyda ish sohada bo'lganda, любой ishda negativ bo'lib keladi. Bu tuya siydigi bilan davolaydi, odamlarga tuya siydi ichida ichkizadi degan savollar ham ko'p tushadi-da. Endi sizga mutaxassis sifatida bitta savolim, hamma kasalga buyuriladimi bu yo? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shetdalar. Yo'q, shetdaman. Hammaga buyuriladimi yo uni maxsus o'zini ichadigan kasallar? Hozir ham shuni aytdim mana. Hozir aytyapmanki, o'sha misol 100% deb o'ylagan bo'lsa odamda 80% sut bilan tuzaladi. Endi 20% endi tuzalmagan. Ular qanaqa kasallar? Ular mana hozir bizda mana shu gepatit B-lar ham bu ham og'ir virusli gepatit viruslar bular. Bularni hatto o'sha mana dori-darmon bilan ham yo'qotib bo'lmayapti. Bu kasallar mana saraton kasallari, o'sma kasallari, mana ko'krak saratoni, bachadon raki deyilyapti, miya mana miyada o'smasi borlar, mana nechta mana isboti bilan tuzalganlar shekillar. Mana hozir mana Rossiyada ishlab yurgan haligi nimadan kelganlar. Ular hammasi shu biz tavsiya qilyapmiz, tuzalyapti. Uni endi mana aytgan ma'no olmay kelgandan keyin bu to'g'ri kelib nimani aka borib menga tuyani siydigini quyib bering demaydi, quyib ham bermaydi. Sutni ham quyib bermaydi borgandan keyin. Masalan, mana olmay keladi, tavsiyani beramiz, sut ichish kerakmi? Mana ko'pi yalinadi. Menga 5 oy bermayman, 5 oy deydi. Ichmay mumkin emas sizga deyman. Sizga bu muhtoj siz oddiy sut bilan tuzalasiz. Ba'zilar aytadi, mana boshqalar 5 oy ichyapti. Endi Xudoga shukr qiling. Sizning kasalingiz uning kasalidan emas. Sizga yengil. Endi men siz uni oldida siz kasalingiz yengil, siz buni 5 oy ichasiz, buni ichasiz demayman. Mana o'tiribsizmi? Siz Xudoga shukr qilavering. Siz o'sha naqa darajaga borganingiz yo'q hali siz. Endi o'shaning uchun buni noto'g'ri tushunmaslik kerak, to'g'ri tushunish kerak. Mana kesini oldi. O'sha noto'g'ri tushunayotganlar ko'rsin, so'rasin, mana chetda tuzalgan bemorlardan so'rasin, kim nima ichyapti, qanaqa ichyapti. Mana nega o'shanga qarab gapirish kerak. Yana bitta gapim, mana hozirgi ko'chada ko'rdilaringiz, Qozog'istonlik Hakima xola misolida aytdi. Agar foyda bo'lmaganda u odamga 4 yildan beri Qozog'istondagi joydan 16 soat yo'l yurib kelish zarilmas edi. Pul to'lab yotish zarilmas edi. O'sha shu yerdan foyda topganligi uchun, dori darmonsiz yurganligi uchun, tabiiy mana shu tuya sutini ichib shifo topganligi uchun shu yerga yetib kelyapti. Sizga bitta maslahatimda eshitib oling. Siz bu ketishda yana 3-4 yilda asabiy bo'lib o'zingizni davolashga to'g'ri kelib qoladi. Siz unaqa odamlar bilan gaplashmang. Ko'rmasin, yoqmayaptimi, ko'rmasin. Gaplashmang u bilan. Mana boshqa abunachingizga ham ayting, buni o'chiring uni, o'chiring, tamom. Nima qilasiz? O'zingiz asabingizni buzib, u hali abunachilar ham aytyapti, nima qilasan u bilan
Misol bitta odam kallasi yo'q odam kallasini devorga urib ketgan bo'lsa, sana borib urishing kerak o'sha yerga. To'g'rimda vaqtdan o'tib ketaver deyapti. Xudo xolasa harakat qilib. Misol bir hid chiqayotgan joyga tegsiz, yana ko'payib ketaveradi. O'shaning uchun hid u hidga tegsiz, yana boshqalarni bulg'averadi. Boshqa odamlardan. O'shaning uchun uni o'rniga yaxshi so'raganlarga maslahat berasiz. Men nima qilmayapman, mana endi gap kelib qoldi. Qancha odam sizga to'g'ri savollarni beryapti, siz uni o'qimasdan siz haliga urishib yotibsiz. Nima keragi bor? Uni o'rniga sizdan yaxshi gaplashib, sizdan maslahat so'rayapti. Mana bu kasallikdan davosi bo'ladi, mana bu 20 tasi o'tib ketyapti, siz qayta yozib yotibdi. Siz hali bitta haliga daqa odam bilan o'zingiz vaqtingizni o'tkazib, 1 soat vaqtni o'tkazib olyapsiz. Buni o'rniga yaxshi odamlarga maslahat bering, o'zingizni ehtiyot qiling, hali yoshsiz, bola chaqangiz baxtiga salomat bo'ling. Duo qiling endi. Hozirda duo qiling. Tanjalaring sog' bo'lsin, kelayotgan bemorlarga ham Xudo shifo bersin. Hammasi shifoli zatlardan bo'lsin. Hammalaring tanjalaring sog' bo'lsin. Xudo barakasini berib, yaxshiroq kunlarda ko'rishlikka Amin. Hech kim kasal bo'lmasin. Birinchi bir qo'ldan borishib oling. Bir qo'l bilan olib Azizlar, avvalo hech kim kasal bo'lmasin. Agar ichki kasallik bilan og'riyotgan insonlar bo'lsa, mana bor gapni eshitilaring, bor haqiqatni eshitilaring. Ko'chada mana shu yerga kelib, mana qayt Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, mana o'zlaring ko'rdilaring. Olmaliqdan, O'zbekistonning barcha viloyatdan kelgan insonlarni hozir ko'rsatdim. Shular kabi kelinglar, dardlaringga shifo topinglar. Shu orqali biz foydamiz tegayotgan bo'lsa, yordamimiz tegayotgan bo'lsa, biz juda ham xursandmiz. Sarbon shifo hamisha xizmatga tayyor. Yana bir narsani aytib o'tay. U xoh Qirg'izistondan bo'lsin, xoh Qozog'istondan bo'lsin, xoh Tojikiston, Turkmaniston, Rossiya, Amerika, Xitoy, Turkiya bo'lsin, bizga farqi yo'q. Har bir inson biz uchun bir, narx bir xil. Haligi O'zbekistonliklar uchun boshqa narx yoki chet eldan kelayotgan insonlar uchun boshqa narx emas. Bizda insonlar bir xil ko'riladi. Bizda birinchi o'rinda natija, o'sha kelayotgan bemorni sog'ayishi bizga qiziq. Pulidan ko'ra ham sog'ayish qiziqroq, muhim bizga. Enamni duo qilinglar, umri uzoq bo'lsin. Bu Sarbon shifo azizlar ko'p yillar inshaalloh mana shu bemorlarni dardiga shifo bo'lib kelsin. Duo qilinglar. Yana bir bor e'tibor uchun rahmat, sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar. Keyingi dasturlarda ko'rishguncha xayr. Nima qilsin endi? Xayr, sog' bo'ling. Odiljon Xomidov boshchiligidagi Vodiy tuyalari Sarbon shifo sanatoriyasida tabobat asosida shifobaxsh tuya suti yordamida quyidagi kasalliklarga shifo topishingiz mumkin. Jigar xastaliklari, sirroz, gepatit B, gepatit C, qandli diabet, allergik kasalliklar, oshqozon ichak kasalliklari, buyrak xastaliklari, yurak qon tomir kasalliklari, asab kasalliklari, bronxit, bronxial astma kasalliklari bo'yicha murojaat qilishingiz mumkin. Shuningdek, shifo maskanida dam olish va tibbiy muolaja xonalari mavjud. Sog'ligingizga hozirdan qayg'uring. Murojaat uchun telefonlar 91 668 5200 90 408 0080. Manzil: Farg'ona viloyati Toshloq tumani Zarkent shaharchasi, Dasht mahallasi.